Sherobod cho'llari. U endilikda ingichka tolali paxtazorga, serhosil bog'-rog'larga aylangan. Biz bu filmda sertarmoq xo'jaliklardan biri bo'lgan Angor nohiyasidagi Kalinin nomli kolxoz haqida hikoya qilamiz. Kolxoz dasturiga nazar tashlar ekanmiz, ishlab chiqarish planida aholining turmush darajasini ko'tarish, moddiy manfaatdorligini oshirishdek ulkan vazifalar turganligini shohidi bo'lamiz. Ushbu anjuman ham ana shunday tadbir choralar ko'rishga bag'ishlangan. Kolxoz raisi Eshpo'lat Maratov kolxozning partiya xo'jalik rahbarlari bilan barcha qurilishlar ustida, odamlarga ajratib berilayotgan tomorqa yerlarida uy-joylarning borishi, ularni yanada tezlashtirish borasida ichki imkoniyatlarni qidirib topmoq maqsadida kengashib olmoqda. Ko'riladigan masalada hech qanday rasmiyatchilik bo'lmaydi. Bo'zchi bilganini to'qiydi deganlaridek, hamma o'z fikrini ochiq yoriq o'rtaga tashlaydi. Faqat shu dehqonchilik bilan shug'ullanib, xalqimizning sharoiti bilan ko'p shug'ullanmadik. Shuning uchun bundan buyoq ko'proq shular bilan shug'ullanib, ularga ko'p yaxshi sharoitlar yaratib berish asosiy vazifamiz hisoblanadi. Endi ilgari vaqtlari kolxozlar o'zining puliga, o'zining mablag'iga bironta ish qila olmas edi. Hozirgi vaqtda shunday imkoniyat bo'ldiki, kolxozlar o'zining mablag'larini qayerga bo'lsa ham sarflab, nima qilsa imkoniyat paydo bo'ldi. Bunga partiya va hukumatimiz sharoit yaratib berdi. Hozirgi vaqtda sotsial sohalarda, turmush madaniyatimizni yuksaltirish sohalarida ko'p ishlar amalga oshirilyapti. Mana o'tgan yili 1.250.000 so'mlik qurilish ishlariga planlashtirgan edik. Shu bo'yicha hozir ish olib borilyapti. 75 o'rinli qariyalar choyxonasini qurib bitkazdik. Bundan tashqari feldsher aksyorlik punkti mana foydalanishga topshirildi. Kelajakda ham ko'p qurilishlarni amalga oshirmoqchimiz. Mana 400 o'rinli qishki klubimiz bitish arafasida turibdi. Uni bitkazamiz. Savdo markazi qurib bermoqchimiz xalqimizga. Bozorjoy qurib bermoqchimiz. 75 o'rinli bolalar bog'chasi qurib bermoqchimiz. Hozir shularning hammasida qurilish ishlari boshlab yuborildi. Raisning odatdagi ish kuni ko'pincha qurilish brigadasining faoliyatini kuzatishdan boshlanadi. Kolxozda qurilish ishlari jadal suratlar bilan davom etmoqda. O'tmishda boy berilgan fursatlarni o'rnini qoplash, quruq va'dabozlikdan amaliy ishga o'tish vaqti kelganini, davr taqozosi talab qilayotganligini chuqur anglab yetganlar. Izlaganga toli yor deganlaridek, olisdan ming mashaqqat bilan keltiriladigan g'ishtni o'zlarida quyib chiqarishni afzal ko'rdilar. Bu ham ichki imkoniyatlardan foydalanishning ijobiy belgisi emasmi?
Kolxozning g'isht zavodi kuniga 300 ming dona g'isht yetkazib bermoqda. Bu o'z navbatida kuniga 3 xonadonga yangi boshpana degan gap. Ingishga tolali paxta kolxozning asosiy daromad manbai bo'lib, undan yiliga 1,5 million so'm manfaat ko'radi. Xo'jaliklarni boshqarishdagi erkinliklar ijtimoiy hayotga tubdan ta'sir o'tkazmoqda. Endi bilib, sarf va xarajat qilsang bas. Kolxozning 6-brigada boshlig'i Qurbon Qilichev ishni ko'zini biladigan mirishkor paxtakor. O'tgan yili gektar boshiga 38 sentnerdan hosil ko'tarib, Jumhuriyatimizdagi ilg'or paxtakorlar qatoridan o'rin egalladi. Uning bu yilgi niyati yanada ulkan. Daromadni ko'zlagan xo'jalikning ishi qishin-yozin davom etaveradi. Asosiy rizq ro'zimiz bo'lgan g'allaga alohida e'tibor beriladi. Yer ham qilingan mehnatga yarasha saxiylik ko'rsatadi. Ular bir dona donning uvolidan nihoyatda qo'rqadilar. Ko'zlariga to'tiyo qiladilar. Hayot taqozosi bilan paxta dalalari chekinmoqda. Oziq-ovqat programmasini hal qilish uchun paxta yakka hokimligiga chek qo'yish fursati yetib keldi. Soat Xo'jamberdiyev boshliq brigada a'zolari bu gapning ma'nosini chuqur anglab olganlar. Ular har qadamda el dasturxonini ko'zlab ish tutadilar. Bordi-yu kimda kim bizning to'kin va bag'ri butunligimizni bilmoqchi bo'lsa, Angor bozoriga bir nazar tashlasin. Bu yerdagi hamma noz-ne'matlar siz bilan bizning nasibamizdir. Dasturxonimiz ko'rki bo'lgan sabzavot va qo'l mevalarda, shakarpalak qovun tarvuzlarda Kalin kolxozining hissasi ulkan. Bu o'z navbatida tomorqa yerlarga egalik qilishning shafoati, qolaversa buyruqbozlikka chek qo'yilishning xotimasidir. Qari bilganni pari bilmaydi deganlaridek, kolxoz rahbariyati har qadamda ular ko'magiga tayanib ish ko'radilar. Bu tabarruk zotlar shu kolxozning poydevoriga asos solgan mo'tabar kishilardir. Ularning hayoti shu ona zamin bilan chambarchas bog'langan. Tuyani minib uzoqni ko'zla degan naql ularning qon-qoniga singib ketgan. Kelgusi avlod ajdodlar taqdirini o'ylash bizga ham qarz,
ham farz deb biladilar. Bersang demagil odamiy, oni kim yo'q xalq g'amidin g'ami. Hazrat Navoiyning ushbu satrlari o'z nufuzini yanada yuksaklikka ko'tarmoqda. Kolxoz firqa qo'mitasining kotibi O'g'lay Abdug'afforova Alloberdi Maratovlar xonadonida. Alloberdi shu kolxozning o'zida 40 yilga yaqin shofyorlik kasbida xizmat qilib, obro'y e'tibor topdi. Ota kasbining izdoshlari bo'lgan farzandlari ham oilaviy sulolani davom ettirishga azm qaror qilganlar. Bugun sizlarning oilalaringizni tabriklashga keldim. Mana Xatcha qizingiz eng kolxozda ilg'or terimchi bo'lgancha Lenin ordeni oldi. Ham bitta yengil avtomashina bilan mukofotladik. Hamma oila a'zolaringizni tabriklayman. Yana sizlarda qanday muammolar bor, qanday yechilmagan gaplar bor, shularni birgalashib hal qilaydik, yordam beraydim o'zim. Sizlarga mana bir o'g'limni uylantirdik, joyetdik, ko'chirdim. İkinci o'g'limga tamarqa verdingiz, sonra bir armaq ağaç taxta yardım bersangiz, boshqa kamchiligim yo'q. Mayli, tamarqasi bo'lsa yordamlashamiz. Mana hozir hamma narsa yetadi. Shefer ham bor, kolxozda g'ish zavodi qurildi. Mana shu g'ish zavodidan g'ish beramiz, agar g'ish kerak bo'ladigan bo'lsa, xom g'ishmi, pishgan g'ishmi. Boshqa kamchiligimiz yo'q. Hammaga rahmat. Endi bir 60 yoshli to'y ham qilsalaringiz, choli kampir, ha? Nasib bo'lsa 60 yoshli to'y qilamiz. Keyin momay uchun 90 yoshli biriktirib hammasini. Shundan biriktirib olsak, katta to'y bo'lar. Endi Qurbonning qachon nevarasiga to'y qilasiz? Qurbonning nevarasiga to'y qildik, Narxulning vaqtiga o'g'liga. O'g'liga? O'g'liga, ha. Seniki choy bor? Bo'ladi. Boshqa hamma muammolar yechilganmi? Kamchilik yo'qmi? Hammasi yechilgan. Mana opamiz, momamiz desak ham bo'ladi, o'sha 10 balaning onasi, qahramon ona. Bu halaq saqdim bu. Ha. Kolxozning keng tarmoq otishida mana shunday oilalar asosiy negiz hisoblanadi. Insoniy g'amxo'rlik hech qachon yerda yotgan emas. U ertami kechmi o'z javobiga ega bo'ladi. Bu ayniqsa xo'jalikning chorvachilik sohasidagi ishlarida ko'zga yaqqol tashlanadi. Rais tinib tinchimagan odam. Bir kunlik ish davomida uni hamma joyda uchratasiz. Barcha ishlarini o'z ko'zi bilan ko'rib, xotirjam bo'lmasa qanoat hosil qila olmaydi. Chunki xo'jalikni mustaqil boshqarish huquqi unga ana shunday mas'uliyatli vazifalarni yuklagan. Chorvachilikda ozuqa bazasini yaratmay turib, oldinga intilish bu xayolparastlikdir. Xo'jalik a'zolari ozuqa tayyorlashga katta e'tibor berganliklari uchun hatto qo'ni-qo'shni xo'jaliklarga yem-xashak sotishga qurblari yetadi. Bu ham daromad olishning yana bir usulidir.
Chorva 7 xazinaning biri hisoblanadi. Erta bahordan to kech kuzga qadar xotin robot yaylovlari qo'y-qo'zilar bilan gavjum bo'ladi. Yaylovlardan keladigan daromad esa kuzda sanaladi. Kolxozning yirik shoxli qoramollar fermasida 800 bosh mol bo'lib, shulardan 200 tasi sog'in sigirlardir. Har bir sigirdan esa 3,5 ming litr sut sog'ib olinmoqda. Bu e'tiborga loyiq natija. Bu sut chashmasidan kolxozning bog'chasidagi bolalar, maktab o'quvchilari beminnat bahra olmoqdalar. Biz bolalarni vorislarimiz deymiz. Ularning kamoloti bizning ko'rsatayotgan g'amxo'rligimizga bog'liq. Ularga illat tegmasin deymiz. Kalenin kolxozining rahbarlari bolalar istiqboli yo'lida hech narsani dariq tutmaydilar. Bola boshidan, o'g'lon yoshidan deymiz. Biz ular ongiga hayot tushunchalarini hozirdanoq singdirib borsak, zamon talabiga mos o'g'il-qizlar bo'lib yetishishlariga shak shubha yo'q. Yoshlar o'z baxt va taxtlarini shu baxt uyidan boshlaydilar. Bu yerda qalblar qalblarga tutashadi. Orzular ushalib, qo'sh qanot bo'lib, yangi parvozga yuzlanadilar. Bu yerdagilar to'y bahonasida o'zlarini ko'p millatli oila, og'ir yengil kunlarda ham birga hamdam ekanliklarini namoyish etadilar.
Tantanada qatnashayotgan katta-kichik yoshdagilar chehrasidan bu xo'jalikni nimalarga qodir ekanligini o'qib olish mumkin.